Homiladorlik mezgilida qon besimi o'rlab qolmasin desanglar, Abdumjid aka shu homiladorlik vaqtidagi yuqori qon besim degan bu qanday qon besim bu? Shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. butu. Endi bu ayollarimiz homilador bo'lgan mezgilida nurg'unlagan kasal atrofiga o'lishib ketdi. Masalan, homiladorlikdagi diabet, homiladorlikdagi mushu qavziyatlik ahvoli, homiladorlikdagi mushu yuqori qon besim, yana homiladorlikdagi xomushlik kasali deganga o'xshash nurg'unlagan kasallar mushu ayollarning atrofiga yomrab, har zaman har vaqt bularga hujum qilishga tayyorlab turdi. Endi bu homiladorlikdagi mushu yuqori qon besimi jamiyatimizda ko'p ko'rilayotgan ona bolaning sog'lomligiga ig'ir ta'sirlarni keltirayotgan bir kasalliklarning bir turi. Nurg'un ayollar odatda boshqa homilador bo'lishning oldida qon besimi normal. Lekin mushu qo'saq ko'targandan keyin har xil sabablar tufaylidan qon besimi o'rlab ketib, homiladorlikdagi yuqori qon besimini keltirib chiqarib qo'ydi. Endi homiladorlikdagi yuqori qon besim mushu bolalarninki, homilaninki normal o'sib yetilishi, uzuq qilishiga ig'ir darajada to'sqinlik qilib, bolaninki mushu baliyatquda qiynalib qilishini, tunjiqib qilishini, baldur tug'ilib qilishini, hatto hayotini orlab qilishini keltirib qo'ydi. Mushu homilador mezgilidagi yuqori qon besim ayollarning o'zidagi mushu böbrek, jigar, yurak, ming qatorliq a'zolarni zaxmlantirib, ayollarning salomatligiga ig'ir darajada zaxm yetkazadi. Endi mushu ayollar homiladorlik mezgilida mushu qon besimi o'rlab qolib qolsa, vaqtida doktorxonaga berib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha dori iste'mol qilish yoki bo'lmasa mushu doktorning ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilish kerak. Ikkinchi birisi endi homiladorlik mezgilida qon besimi o'rlab qolmasin desanglar, ziyodabak tuzliq, yuqori mayliq tomoqlardan bak ko'p iste'mol qilib olmanglar. Normal bo'lsin. Uningdan bilan shu meva-cheva bularmi sayko'ktot. Sayko'ktotning ichida palak deymiz, ko'k purchoq, sariq purchoq, uningdan bilan banan. Mushularni o'zima mushu qavziyatning o'xshash xususiyati va qon tomirini ravonlashtirib, to'saqlarni ichib, homilaninki sog'lom sifatli o'sishiga bundan kafolatlik qildi. Shunga qon besiminglarninki har xil o'rlab, masalan, bosh og'riydigan, bosh qaydigan, ko'ngil elishadigan, put-qo'lni uvishib shiqraydigan, qon besimga dalolat qiladigan shunday alomatlar ko'rilsa, vaqtida doktorxonaga berib, qon besiminglarninki normallashishi uchun doktorning ko'rsatmasini olib davolanishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman.